ko'chada yurishingcha boshqacha-yu. Gar qilib yurasan. Lekin bitta xotinni eplolmasang, nima qilasan katta gapirib? Kechachi xotiningni hamma rasmlariga bitta labay chiqdi. O'zi hamchi, вообще zo'r tusharkan rasmga qilma faqat. Sevinch! Tinchlikmi? Nima baqirqos? Obke mana telefonda. Kodini ochib ber. Nima qilaysiz telefonimni? Kodini ochib ber dedim men senga. Bu meni shaxsiy mulkim. Men senga Instagramga kirishga ruxsat berganim, bilgan ishingni qilasan degan emas. Sani dedim ko'chada bosh ko'tara olmay qoldim-ku. Ochib ber telefonni. Nima qildim men? Nima qilding? Nima bo'lyapti? Nega baqa-chaqa qilyapsizlar? Ona, Nima bo'ldi? meni maraz edi. Men ko'chada boshimni ko'tara olmayapman. Telefonni berasam yo basharang buzib tashlayman. Menga qara, nima bo'ldi? Obke men bu telefonda. Kodini ochib ber. Yo'q. Ochib ber dedim. Ochmayman. Bunda meni shaxsiy narsalarim bor. Men senga ochib ber deyapman. Qizim, yomon narsa bo'lsa ochib bera qoling. Ochib bering, bolam. O'zi hamchi, вообще zo'r tusharkan rasmga qilma faqat. Senga 2 daqiqa vaqt. 2 daqiqa. Mana shu qaytib mana shu devorga turqingni ko'rmay. O'zingni bos, bolam. Urib bir nima qilib qo'yishim mumkin. Lekin sen marazida qamalib ketish qolamayman. Tushundingmi? Yo'qol! O'zingni bos, bol.